Qanaqasiki, man o'zimni Mac'imdan deyarli mutlaqo shunchaki klaviaturadan foydalanishga harakat qilaman. Hozir man sizlarga o'zimni setapimni ko'rsataman va mani butun setapim asosan, Recast yordamida ishlaydi. Bu esa Recast. Aslida default ravishda Command Space bosganingizda, Mac'da Spotlight turadi, lekin Spotlight'ni featurelari kamroq edi. Endi hozir yangi macOS Tahoe chiqdi va unda ancha ko'proq funksionallar bor, lekin Recast'da baribir ham sal ko'proq funksionallar bor, o'zini magazini bor, har xil extensionlarni, plaginlarni o'rnatish uchun o'zingiz komandalar yaratishingiz mumkin, ya'ni har qanday narsa qilishingiz mumkin. Asosiy narsa man uchun bu Mac'da esa, har qanday vaqtda kerakli dasturlarni ko'rsatish. Asosiy dasturlar bu esa qaysi man uchun? Bu esa brauzer, bu esa Telegram, bu esa terminal, bu esa code editor, bu esa yana qanaqadir dasturlar bo'lishi mumkin. Endi odatda man qanaqasiga kerakli ilovalarni manga ko'rsatardim. Spotlight yoki, Recast ochishim mumkin va masalan brauzer kerakli brauzerni ochishim mumkin yoki Chrome bo'lishi mumkin yoki bilmadim Brave yoki Safari. Man hozir Zen'dan foydalanyapman va Zen ochsam ko'rishimiz mumkinki, manda brauzer ochildi. Juda minimalistik brauzer, ya'ni hech qanaqa kerakli emas informatsiyani ko'rsatmaydi. Masalan, kelinglar shunchaki, bilmadim, GitHub ochamiz va ko'rishimiz mumkinki, qanaqadir URL, hech qanaqa bookmarklar, hech narsa ko'rsatmaydi. Ya'ni bu narsani ko'rsatish uchun mana bu yerga o'tishimiz kerak, va bu yerda уже interfeys ko'rsatadi. Default ravishda hech narsa ko'rsatmaydi. Menga bu narsa juda ham yoqadi. Va shunaqa qilib man brauzerni ochgan edim oldin, lekin ko'rishimiz mumkinki, qachonki man brauzer nomini yozganimda, mana bu yerda menda shortcut paydo bo'lyapti. Ya'ni menga Recast, podskazka beryaptiki, brauzerni man shu shortcut yordamida, ko'rsatishim mumkin yoki bekitishim mumkin. Bu shortcutni man o'zim so'zladim. Ya'ni mana bu yerda W yozilgan va bu yerda hyperkey degan klavisha. Ya'ni hyperkey bu har qanday narsa bo'lishi mumkin, lekin odatda Recast'dan foydalanadigan odamlar hyperkey'ni caps lock'ga qo'shadi. Nimaga? Chunki masalan man, shaxsan caps lock'dan deyarli foydalanmayman. Ya'ni caps lock umuman menda hech narsa qilmaydi va caps lock judayam qulay, knopka. Chunki mani, barmoqlarim default ravishda shu home row'da turadi va kerakli paytda man xohlagan paytimda shunaqasiga caps lock'ga bosishim mumkin. Ya'ni uzoq emas. Control uzoqroq, Shift uzoqroq, Escape uzoqroq, Backtick uzoqroq, caps lock esa juda ham yaqin mani barmoqlarim uchun. Shuning uchun hyperkey'ni, caps lock qilib qo'yib qo'ydim. Ya'ni caps lock manda hamma harflarni, aaa, katta qilmaydi. Uni o'rniga man qanaqadir custom komandalarni bajaraman. Bu holatda esa masalan brauzerni ko'rsatishim mumkin yoki bekitishim mumkin. Mana masalan, hyperkey W bosaman, bekitadi, hyperkey W ko'rsatadi. Hyperkey bu holatda esa caps lock. Va bu shortcutlar menda hamma narsa uchun, menga kerakli narsalar uchun o'rnatilgan. Bu esa, am, hyperkey R, ya'ni terminal ko'rsatish uchun, hyperkey T, Telegram ko'rsatish uchun, bu hyperkey 1, task manager ko'rsatish uchun va masalan, man ishxonamda, stand up'dan oldin o'zimni ko'rmoqchi bo'laman. Prichoskam normalniy turibdimi, man kadrga tushyapmanmi va shuning uchun hyperkey 3 bosishim mumkin va o'zim ko'rishim mumkin. Kamera ochiladi. Kamerani yana bekitaman. Ba'zida masalan man telefonimda audio kitob yoki muzika eshitishim mumkin, va naushnikim, telefonga ulangan bo'ladi. Va albatta man ishxonamga hozir kiraman va naushnikni endi man, kompyuterimga ulamoqchi bo'laman. Bu narsani qilish uchun man mishkani, shu tepaga olib borishim kerakman va keyin o'zim qo'lda AirPods'ni tanlashim kerakman. Sizlarga hozir ko'rinmayapti-yu, lekin bu narsa man jarayonni odatda qo'lda qilgan edim. Buni o'rniga man Recast'da, store yozib, store, Toothpick degan, extensionni o'rnatdim. Va Recast'ni shunaqasiga sozlashingiz mumkinki, agar Recast'da, settingslarni ochsangiz, bu uchun command virgul bosasiz, bu yerda har qanday narsani, sozlashingiz mumkin. Masalan, extensionslarni. Hozir man ko'rsatdim, Toothpick degan extensionni
o'rnatdim. Masalan, toothpick deb yozsam, toothpickda har xil shunaqa komandalari bor. Masalan, connect favorite device nomer 1 uchun man HyperKey 2 bosdim. Ya'ni men hozir HyperKey 2 bossam, mani kompyuterim avtomatik ravishda AirPods'ga ulanadi. Juda ham qulay. Shunchaki o'tiraman, HyperKey 2 ni bosaman, AirPods avtomatik ravishda kompyuterimga ulanadi. Endi hozir failed to connect ko'rsatyapti. Nimaga? Chunki allaqachon mani naushniklarim Mac'ga ulangan allaqachon. Odatda bu narsa ishlaydi. Shunaqa qilib, juda ko'p narsa qilishingiz mumkin. Undan tashqari menda Recastda masalan, show customized bossanglar, har o'zingiz customize qilingan narsalaringiz chiqib keladi. Masalan, xohlasam men sistemni настройкаларni command 0 yordamida ko'rsatishim mumkin. Xohlagan vaqtimda. Xohlasam clipboard history'ni ko'rmoqchi bo'lsam, clipboard history'ni ham ko'rsatishim mumkin. Endi hozir ko'rsatmayman-u, chunki balki men qanaqadir parollarni copy qilgan bo'lishim mumkin yoki yana nimadir. Shuning uchun hozircha ko'rsatmayman. Agar men masalan ko'rishingiz mumkinki, quick links manda turibdi. Masalan, agar men Google'da nimadir tez topmoqchi bo'lsam, men shunchaki G bosaman, tab bosaman va kerakli menga narsani yozaman. Masalan, aytaylik, React 18.2 use nima deyapti? Use event effectmi? Qanaqadir yangi hook paydo bo'ldi. Yoki 19.2mi? 18.2mi? 19.2mi? Nimadir shunaqa. Use effect event, da, ya'ni shunaqa qilib avtomatik ravishda u Google ochadi Zen brauzerida. Ya'ni Zen brauzeri men default brauzer qilib qo'ydim va u avtomatik ravishda ochadi. Agar YouTube'da nimadir qidirmoqchi bo'lsam, avtomatik ravishda shunchaki YT yozaman va aytaylik React Native Expo tutorial yozaman va avtomatik ravishda YouTube ochiladi va kerakli menga videolar ko'rsatiladi. Endi ahamiyat berishim mumkinki, menda YouTube ham sal boshqacha. Menda YouTube shunchaki bo'sh ko'rinadi. Nimaga? Chunki menda shunaqa extension turibdi bu yerda. Bu extension nomi esa Unhook va bu extension avtomatik ravishda hamma chalg'itadigan narsalarni o'chirib qo'yadi. Ya'ni rekomendatsiyalarni o'chirib qo'yadi. Agar men masalan qanaqadir videoni ochmoqchi bo'lsam, aytaylik mana bu videoni, u kommentariyalarni ham bekitib qo'ydim men, o'ng tomonda rekomendatsiyalarni ham bekitib qo'ydim. Faqat kerakli menga narsa qoldirdim. Bu juda ham qulay. Xohlagan paytimda, xohlagan vaqtda men kerakli boshqa tabga o'tishim mumkin yoki yangi tab ochishim mumkin. Buni ham men mutlaqo keyboard yordamida qilishim mumkin. Masalan, x.com. Endi x.com dan logout qildim hozircha, chunki u meni chalg'ityapti. Okey, yana nima? Telegramdan ham maksimal ravishda keyboarddan foydalanishga harakat qilaman. Ya'ni Telegramda command K bossam, men har qanday chatlarni qidirishim mumkin. Aytaylik, mana ramzdan dasturlash haqida. Shunchaki enter bosaman va kerakli menga message yuboraman va keyin masalan aytaylik saved messagesga qaytaman. Aytaylik, va bo'ldi, Telegramni bekitaman, terminalga qaytaman, kerakli ishimni qilaman. Endi yana bitta narsani ko'rsatmoqchi edim. Masalan, scroll. Qanaqasiga men scroll qilishim mumkin? Masalan, teparoq chiqmoqchiman yoki pastroq tushmoqchiman. Buning uchun menda Home Row degan ilova o'rnatilgan. Home Row ochsam, ko'rinishi shunaqa. Bu ilova yordamida men har xil boshqa funksiyalarni trigger qilishim mumkin. Ya'ni masalan men Command Shift J bossam, men scroll qilishim mumkin va bu esa har qanday ilovada. Masalan, brauzerni ochib, aytaylik, bilmadim, kelinglar. dev.to ni ochamiz. Juda ko'p maqolalar bo'ladi va uni masalan men scroll qilmoqchiman. Xohlasam sekin scroll qilaman, xohlasam tezroq scroll qilaman, xohlasam page eng oxirisiga scroll qilishim mumkin. Shift J yordamida. Endi bu yerda infinite scroll turgani uchun men oxirigacha scroll qila olmayman, lekin 1 soniyaning ichida eng tepaga scroll qilishim mumkin. Bu yerda ham g'alati ishlayotgan. Aynan bu yerda nimagadir bilmadim. Aytaylik, qanaqadir maqolani ochmoqchiman. Qanaqasiga ochaman? Endi mishka bilan klik qilishim mumkin albatta. Xohlasam bunaqasiga va qaytaman masalan. Lekin Home Row yordamida men shu funksiyani trigger qilishim mumkin. Command Shift K yordamida men klaviatura yordamida har qanday narsani ekrandagi bosishim mumkin. Masalan, aytaylik,
mana bu from rejection to reinvention maqolani ochmoqchiman. Chunki o'sha labelni yozib chiqaman. Masalan, hozir qaytamiz o'tga. ED ni yozaman klaviaturam yordamida va avtomatik ravishda Homerow o'sha UI elementni o'zi bosadi avtomatik ravishda. Bo'ldi, scroll qilaman. Xohlasam pastroqqa scroll qilaman, xohlasam teparoqqa scroll qilaman. Nimaga tepaga scroll qilmayapti tushunmayapman lekin. No, okey. Bu esa Homerow. Kamroq klaviaturadan foydalanish uchun yana menga nima yordam beradi? Bu esa terminaldagi Tmax. Tmax yordamida men bir nechta yangi oynalar yaratishim mumkin, oynalarni split qilishim mumkin, yana split qilishim mumkin. Bu uchun menda ham Hyperkey'ni ishlatyapman, lekin hozir chap tomonda pastda ko'rishingiz mumkinki, command ishlatyapman deb ko'rsatyapti. Aslida bu unaqa emas. Aslida men ishlatayotgan terminal, bu esa Ghosty shunaqangi sozladimki, qachonki men caps lock'ga bosganimda, ya'ni Hyperkey bosganimda, u avtomatik ravishda Ctrl S trigger qiladi. Ya'ni Ctrl S yordamida biza Tmax'ni boshqarishimiz mumkin. Va yanada ko'proq klaviaturadan foydalanish uchun albatta men NeoVim'dan foydalanaman, lekin shunchaki 3-4 kun men hozir foydalanyapman. Endi o'rganyapman. Masalan, qanaqadir kontrollerni ochamiz. Auth controllerni ochamiz. Lekin undan oldin men VS Code bilan kursordan foydalanganman va lekin menda kursorga hech qanaqa shortkat turmayapti va shuning uchun men xohlagan vaqtimda recast yordamida kursor ochishim mumkin. Va kursordan ham men shunchaki mutlaqo oldin va hozir ham keyboarddan foydalangan edim. Masalan, auth.ts ochamiz. Masalan, API clientga bormoqchiman. API clientdan orqaga qaytmoqchiman. Aytaylik, men bu user type'ni ko'rmoqchiman. Shunaqa, juda qulay, hammasi klaviatura yordamida. Endi hamma narsani ko'rsatdimmi, bilmadim. Undan ham ko'proq narsa qilish mumkin aslida. Masalan, OBS menda hozir ishlayapti. OBS men ko'p ishlatmayman. OBS uchun ham menda shortkat turgan, lekin OBS uchun ham har xil shortkatlarni o'rnatishingiz mumkin. Masalan, toggle OBS recording, ya'ni agar recastdan xohlasam, hozir zapisi syomkani stop qilishim mumkin yoki yana nimadir OBSga qanaqadir komanda yuborishim mumkin yoki recast yordamida yoki qanaqadir recast ichida Hyperkey'ga shortkat qo'yishim mumkin. Juda ham qulay. Aytgancha, xohlasam recast yordamida va Hyperkey yordamida men oynalarni tak kichkinaroq qilishim mumkin, kattaroq qilishim mumkin, o'ng tomonga qo'yishim mumkin. Telegramni yoki masalan terminalni yoki bilmadim, kursorni chap tomonga qo'yaman, brauzerni ochaman, brauzerda scroll qilaman, keyin bilmadim, terminal ochib chap tomonga qo'yaman, keyin masalan bilmadim, men bu oynaga o'taman. Juda ham qulay. Har qanday narsa qilishingiz mumkin. Shunaqa, bu esa meni setapim va shunaqasiga men maksimal ravishda keyboarddan foydalanaman. Endi balki hozir tashqaridan ko'rinadiki, что qanaqadir слишком задротство bu va balki qo'shilishi mumkin bu gapga, lekin har kuni shu workflowdan foydalanganingizda va o'rganib qolganingizda siz bu narsani sezmaysiz. Qachonki sizda flow holat bo'lganida va shunchaki siz tashqaridagi shovqinlarni eshitmayapsiz, hech narsaga chalg'imayapsiz. Bu setup juda ham shu flow'ni to'xtatib qo'ymaslikka yordam beradi. Ya'ni men shunchaki xohlagan ishimni qilaman va juda tez ishlayman. Ba'zida men shunaqa 1 soat to'xtamasdan ishlayman va juda ko'p narsani bajarishim mumkin. Bu shu narsa uchun menga ko'p yordam beradi. Shu, nima uchun men bu videoni oldim? Chunki ko'pchilik aytishadiki, Mac customize qilib bo'lmaydi. Balki vizual ravishda customize qilib bo'lmaydi, qanaqadir juda qattiq customize qilib bo'lmaydi, Linuxga o'xshab, Risingga o'xshab, lekin ko'p narsalarni baribir ham qilishingiz mumkin. Masalan, ko'pchilik Omachi, Linuxda Hyperlandni maqtashadi, chunki xohlagan narsangizni keyboard yordamida qilishingiz mumkin. Aslida Macda ham
bu narsani qilishingiz mumkin. Shuning uchun o'rganish kerak. Okay, video yoqqan bo'lsa, like qo'yinglar, obuna bo'linglar. Пока-пока.